oldi bilan 62 yoshli jasus komandarini qo'lga olishni qaror qildik. Viktigt att först gripa agenten. Bular bilan aloqalashgan odam mana shu vaqtida faqat Bobur bo'lishini atayin. Ammo chiqra aloqalashgani Bobur bo'lishi mumkin. Balkim eng kichik belg'i mush bo'lishi mumkin. Med uppsåt att gå den kinesiska staten till handa. Qo'lga tushgan dalil faktlar shuni ko'rsatdiki, mazkur jasuslik delosining parda orqasida Jungo hukumatining qo'li borligi oshkor bo'ldi. 2007 kishida Eskilosnar shahrida uning vazifaning atilganligi, uning tag'i boshqa quyruqlarning borligi degan nima bilan to'xtatib qo'yag'liq. Diqqatinglarda Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan zo'r jasuslik delosi haqida ishlangan ko'p qismliq hujjatlik radio programmasi. Qutlandin anglawatsizlar. Növətdə mazkur programmaning patparaqchilikda qolgan Xitoy elchixonasi nomli 9-chi qismi huzuringlarda. SAPO, ya'ni Shvetsiya davlat xavfsizlik soqchilari Stokgolmdagi Xitoy elchixonasiga chetilgan bu zo'r jasuslik delosini 2 yilga yaqin maxfiy kuzatish va tekshirish orqali oxiri to'rni yig'ish qaroriga keldi. 2009 yili 6 ayning 4 kuni 62 yoshli Uyg'ur jasus Stokgolm shahrining janubiy rayonidagi o'z turalg'usida qo'lga olindi. Bu xabar shu kuni Shvetsiya davlat televiziyasi orqali e'lon qilindi. Shvetsiyaning shu vaqtdagi bosh ministri Fredrik Reinfeldt shu kuni televiziya muxbirlariga bu haqda mundoq bayonot berdi. Regeringen fattar beslut om att väcka åtal mot en person för Biz oxirgi hisobda Shvetsiyada qonunsiz holda jasuslik harakati bilan shug'ullangan 62 yoshli bu kishini qo'lga olish to'g'riliq qaror chiqardik. Jasus gumandarining tuyuqsiz qo'lga elinishi Stokgolmdagi Xitoy elchixonasini qattiq patparaqchilikqa selib etdi. Ular Skandinaviya ellarga o'rinlashtirgan maxfiy jasuslardan kimning tutilganligini jazm qila olmay, 62 yoshli Uyg'ur jasusga shu kuni 57 qatim orqa-orqadan telefon qildi. 57 gånger försöker journalisten ringa till Alim dagen efter gripandet. Jasus gumandari qo'lga elinib, ikkinchi kuni Jungo elchixonasidagi ayol diplomat bilan muxbir qiyofada kirib olgan er kishi 62 yoshli Uyg'ur jasusga jami 57 qatim telefon urgan. Jasus gumandarining uydan qo'lga tushgan 9 dona yanfon SAPO xodimlarining ishxonasida turib to'xtamasdan jaranglaydi. Så det var ju en viktig del i beslaget tyckte vi. Jasus gumandarining uydan bayqalgan 9 dona har xil markalik yanfon bizni texnik qattiq o'ylantirdi. Biz bu deloning odatdagi vaqa emasligini his qildik. 9 stycken mobiltelefoner fanns SÄPO. Muxbir qiyofatiga kirib olgan Xitoy shpiyoni Leyla Uyg'ur jasus bilan aloqa qila olmay put ko'ygan to'xodak tipirlaydi. SAPO xodimlari uning Xitoy elchixonasidagi diplomat qiyofatiga kirib olgan ayoli bilan qilgan kodliq telefon aloqasini maxfiy tingshaydi. Vid 9:30 på morgonen den 5 juni ringer journalisten till sin fru diplomaten. 6 ayning 5 kuni atdigan soat 9:30 bo'lganda muxbir qiyofatiga kirib olgan Jungo elchixonasidagi ayol diplomatga telefon qilib, Uyg'ur jasusning uyining telefon nomerini deb berishni so'ragan. U telefonda ayol diplomatga nomerni ta'tir tarafdan o'qigan degan. Shu kuni ular bir qancha qatim telefonlashgan. Halbuki ular telefonda normal so'zlashishning o'rniga kodliq so'zlarni ishlatib qarshi tarafga o'chirib Muxbir qattiq yomg'ir yog'adigan bo'ldi deganida ayol diplomat mashinani ehtiyot bilan haydagin deb ogohlantirish bergan. Det börjar regna snart så att jag tänkte att jag skulle ringa till dig, säger journalisten. Okej, kör försiktigt, svarar diplomaten. Shuning bilan bir vaqtda yana SAPO xodimlari darhol muxbir qiyofatidagi Leylaning keyniga tushib maxfiy kuzatdi. Insats konstatera att journalisten lämnade sin bostad i sin bil klockan 11:49. Maxfiy soqchilar darhol muxbir qiyofatidagi jungolik erning keyniga tushib kuzatdi. Saat 11:49 minut o'tganda u mashinasini haydab o'z turalg'usidan ayrildi-da, udul 62 yoshli jasus gumandarining Roksvetdagi uyi atrofiga keldi.
u mashinasini haydagan peti bu mahallani ikki qitim aylanib chiqdi. Halbuki jasus gumondorining uyiga kirishga jur'at qilmadi. Keyin u Yanfondan Jungo elchixonasidagi ayol diplomatga telefon qilib bu yerdan darhol ayrildi. 62 yoshlik Uyg'ur jasus qo'lga olinib, uzun o'tmay Shvetsiya tashqi ishlar ministrligi Stokgolmdagi Xitoy elchixonasiga ultimatum topshirdi. Uningda ayol diplomat Jo Lolo bilan uning muxbir qiyofati kirib eri Leydaning 2 hafta ichida Shvetsiya territoriyasidan manguga ayrilishi talab qilindi. Av juni 2009 när diplomaten och journalisten redan lämnat Sverige. 2009 6 ayning oxiri Jungo elchixonasidagi ayol diplomat bilan muxbir qiyofati kirib olgan erning Shvetsiya territoriyasidan haydab chiqarilganligi Shvetsiya taratqularida xabar qilindi. Qiziqarligi shuki, Xitoy taraf Shvetsiya hukumatining mazkur jasuslik delosidagi aybnomasini inkor qiladigan hech qanday dalil isbot ko'rsatilmagan bo'lsa-mu, lekin diplomatik usulda o'ch ilishni unutmaydi. Den svenska regeringen har utvisat en kinesisk diplomat efter anklagelser. Uzun o'tmay Jungo hukumati mo buningga inkos qaytirib, Beijingdagi Shvetsiya elchixonasida xizmat qiladigan bir jup ayol shved diplomatni qo'g'lab chiqadi. Kishini hayron qoldiradigan yeri shuki, Beijingda turishliq Shvetsiya elchixonasidagi bu 2 nafar ayol diplomat Jungo territoriyasida hech qanday jasuslik faoliyati olib bormagan. Halbuki Jungo hukumati Shvetsiya tarafga o'ch ilish xarakterlik bu g'alati javobni qaytargan. En svensk diplomat i Peking. Uyg'ur jasusning tutilganligi haqidagi xabar uzun o'tmayla Shvetsiyadagi Uyg'ur jamoatiga ma'lum bo'ldi. Shu xabarni anglab o'zim qattiq hayron qoldim. Ketdim, bu jonli bir shashqirdak odam qolmadimi, nima deb o'zim hayron qoldim. Sapo xodimi Wilhelm Unge oradan 6 yil o'tgan bugungi kunda 62 yoshli Uyg'ur jasusning uyidan Shvetsiyada yashovchi Uyg'ur siyosiy aktivlarining ko'plagan uchurlarining tepilganligini ilgari surdi. Vi hittade namnlistor, telefonnummer, fotografier. Biz jasus komandorining uyidan Jungo davlat xavfsizlik organlari diqqat qilayotgan ham izchil kuzatayotgan bir qism Uyg'urlarning ism familiyasini, telefon nomeri ham ularning foto suratlarini qo'lga tushirdi. Shuning bilan birga yana jasus komandorining ular bilan uchrashgan o'rinlari va so'zlashganda qoldirgan xotirlarini topdik. Uigurer som den kinesiska underrättelsetjänsten eller kinesiska staten var intresserad av. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining navbatdagi raisi Ahmad Tursun apandimi bu haqda munolarni bildirdi. Ba'zilari endi o hukumat nimadan ochmoqchi, bak ig'ir nima materialimda o'qilinchi, har bir o'ylanning oldiga kelgan endi odamning nimalar cho'chib ketdi. Qilgan o'yinlari, biz ko'rgan nimalar shu boshqa yerlarga ta beshida material degandek Norvegiyalarga berib kelgan. Bizning adam shu chog'da birisi parxodda biz Finlandiyaning Obo shahriga borgancha kechib berib atigini qaytib keldiga qo'rg'oqqa chiqmaydigan parxod. Shu yerga ma'lumot yetkazganligi xabar yetkazgan. Shvetsiya Uyg'ur komitetining ayni vaqtdagi aktiv a'zolaridan bo'lgan Qurbonjon Mudashmo bu haqda munolarni ta'kidlaydi. U odam tutilgandan keyin shu odamning telefon nomerida telefoni bor barliq Uyg'urlarning Shvetsiyaningki istixborotini telefon qilib surishti qilib degandek-ku. Mening nomerim chiqib qolgan yaxshi. Menga Shvetsiya istixborotini telefon qilmadi, to'g'ri savol so'rab. Ammo shu odamning telefon nomeridan chiqqan Uyg'urlarning hammasini bir qatordan telefon qilib shu odam to'g'ri savol so'rab Javobgarning oqlug'uchi advokatimi Shvetsiya davlat radiosining ziyoratini qabul qilib, o'zining 62 yoshli Uyg'ur jasusini oqlashga amalsiz qolganligini ta'kidlaydi. Problemet med den här typen av spionage är just att Mesela shu yerdagi bu kishining jasuslikka doir qilmishi yetarli dalil isbotlar bilan tirkalgan edi. Qadrli radio anglag'uchilar, yuqorida Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan zo'r jasuslik delosi va uning bosh oxiri nomli hujjatlik radio programmasining patparaqchilikda qolgan Xitoy elchixonasi mavzuliq 9-qismini angladinglar. Washingtondan so'zlayapmiz. Programmani Qutlan tayyorladi.
ko'p qismliq mazkur hujjatlik radio programmasining 10-qismi davomliq huzuringlarda bo'ladi.